Onam olgan kiyimi rostdan zodagonlarnikiga o'xshadi vay. Bu turishda kibr pro bo'ldim-ku. Maylida boraylik darsga endi. Bu paytda kutubxonada odam bo'lmaydi. Biz bemalol dars qilamiz. Avvalo, Zodagonlar asri kitobini o'qib tugatdingizmi? Men dars beraman bugun. Men bu yerga ishga kirganimga 40 yildan oshdi va mana seni ham o'qitmoqdaman. Avvalo bizning shahar qoidalarini o'rganishing kerak. Qoidalar asosan eski urfdan qolgan. Sen bilishning shart bo'lgan qoidalarni sanayman. Birinchisi, zodagonlar bilan kambag'allar birga bo'la olmaydi. Ikkinchi, kambag'allar zodagon qirolxona shunchaki yumushlarni qiladi. Yana bir qoida, bu yerda jim yashashini uchun zodagon o'quvchilarga qarshi chiqib, kambag'allarni yonini olma. Bu eng asosiysi. O'zingni muammoga olib kirishing mumkin. Sen hech narsa qila olmaysan. Bu yerda xohlagan joyingga kir, lekin qora arxivga kirma. O'quvchilar kirishi man qilinadi. Deyarli hamma qoidani tushundin. Shu kitoblarni tugat. 3 kunda keyin ko'rishamiz. Oldingiz bo'shmi? O'tirsam bo'ladimi? Ha, albatta, marhamat, o'tiring.